Yodlab olinglar shu duoni. Ya Robbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va azimi sultonik. Nima degan edi? Ey Parvardigor, senga shunday hamd va sano bo'lsin. Kama yanbaghi li jalali wajhik. Yuzingning ulug'ligi qanday bo'lsa, va azimi sultonik, saltanatingning buyukligi qanchalik bo'lsa, shunga yarasha hamd va sano bo'lsin dedi. Shunda farishtalar qancha savob yozishni bilmay qolishdi. Chunki farishtalar ham bilishmaydi Alloh taoloning yuzi qanchalar ulug', saltanati qanchalar buyuk. Qiyinmi? Qiyin emas. Yodlab olinglar shu duoni. Lekin har qancha hamd aytmang, har qancha tasbih aytib Allohni poklamang, sizni tasbihingiz talab darajasida bo'lmaydi. Chunki sizning amallaringiz baribir nuqsonli bo'ladi. Allohga tasbih aytishimiz, uni ulug'lashimiz lozim bo'ladi. Lekin Alloh taolo bizni tasbihimizga muhtoj emas. Biz uni ulug'lashimizga muhtoj emas. Allohga tasbih aytish bizga kerak.